Hürmetlik vatandaşım, bugün eğitimlerine mübarek olsun. Bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyene başlaştan burun şundak deyimiz ki vaziyette hazır Xitay hükümeti 5. günden 11. günü geçe Garbi takım Aralla ve Canubu Deniz'in şarkı kısımlarda zor külemli garbi manevra başladı. Bunun qaraganda dedi ki Xitay hükümetinin bayanatçıları bu Gaaga soti ilan qilgan qarorni qabul qilmaymiz deb ko'rsatdi. Hozirgi bugungi vaziyat ana shunday vaziyat. Endi biz sizlarga uzundan beri tashlab qo'yib so'zlamay qo'ygan uzundan emas, yaqindan beri tashlab qoldirib qo'ygan so'zlamayotgan bir nuqta. Endi Shangangda, masalan, Angliya Yevropa parlamentidan chiqib ketdi, ittifoqidan chiqib ketdi. Bu jarayonda Shangangda nima ishlar bo'lyapti? Şu doğruda vatandaşlara bir leksiya sözleyimiz. Mavzu mundaq. Shangang İradesi Partiyası 7. ayının 1. günü 500 bin yuan Shangang pulu iade topladı. Saylamga kirish üçün bu pul tek yetişmeydi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 7. ayının 2. günü Dovitor beti e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Shangang İradesi Partisi 7. ayının 1. günü zor namayış jarayonida 500 bin yuan Shangang pulu iade topladı. 6. ayının 4. gün 4. gün namayışni hatırlaş namayışı ötküzgen toplagan 450 bin yuan iadeni qo'shganda 2015 yılı o'quvchilar pishki raqamni toplagan iadeden zor darajada eshib ketdi. Saylamga qatnaşış üçün yana 500 bin yuan kemib qaldı. Agar xarajat yetişmesi bu partiyanın reisi bilen şu yığınga yaka saylamga qatnaşıgan ikinci bir a'zo yaka arbab o'ttirisi biri tanlab o saylam qatnaşadigan bo'ldi. Saylam degende 9. ayda o'tkazilgan Shangangda qonun chiqarish komitetiga. Hozir bu partiya Shangang İradesi Partisi qonun chiqarish komitetiga a'zo bo'lib kirishga taqozo bo'lib turyapti. Yoki bu yo'l ham parlament yo'li, ham kaskin kurash yo'li, ham parlament yo'lini tanlashni o'z oldiga bekitdi degan gap. Aynak gazet 7. ayının 2. günü xabar qilib bunda ko'rsatdi. Shangang Universiteti Xalq rayoni sinash tadqiqot o'rni va gruppasi sonliq ma'lumotga asoslanganda Shangang fuqarolari burun tashkillangan bu qatim tashkillangan 2016-7 yillik namoyishga 7. ayının 1. günü namoyishga 110 mingdan ortiq odam qatnashdi dedi. An'anaviy Pan-Demokratizm partiyasi iona to'plash natijasining yaxshi bo'lganligini e'lon qildi. 441 ming yuan iona topildi. Adalet Partiyasi Shangang xalqining qo'llashiga rahmat aytdi. Uningdan qolsa Sotsialistlar Partiyasi 420 ming yuan, Xalq kuchi partiyasi 20 ming yuan iona to'pladi. Biroq bu partiyalar 9. yil o'tkazilgan qonun chiqarish komitetining saylama qatnash uchun sarf qiladigan mablag' ya'ni kemaydi deyishdi. Vatanparvarlar İttifaqı Partiyasi kelsak bu partiyaning ish boshqaruvchisi Liang Chaohui 90 ming yuan iona to'plaganligini o'tgan yilga solishtirganda biroz ko'payganligini ko'rsatdi. Endi mushu narsalardan so'ragan mushu voqealar, mushu harakatlarni tilga olganimizda Shangangda qurilgan partiyalar va burun partiyalarning hozir Shangang jamiyati harakatga o'tmoqchi bo'layotganligini, mayli saylam shaklida, mayli bosh shaklda Shangang jamiyatida harakatga o'tmoqchi bo'layotganligini isbotlab beradigan bir faoliyatdir. Endi 7. ayının 1. gündeki namoyish to'g'riliq ta'sirotlar Shangangning chiqish yo'li neda? Mavzuli xabar 7. ayının 2. günü Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Junguda Davlat Mahkemesi Shangang Omin ishxonasining boshlig'i Wang Guangyao vazifaga o'ltirganda mundaq degan edi. Shangang bir parcha o'qib tushangili bo'lmaydigan kitobdir. Uning mundaq deyishdan qaraganda Shangangning 100 yildan ortiq tarixida G'arbning madaniyat ta'siriga uchrab bugun ko'p manbali qimmat qarashlariga ega bo'ldi. Xilma-xil fikr aqimlari Shangangda o'xshash mavjud bo'lib turibdi. Echivitilgan bir jamiyat, ya'ni xalqaro jamiyat bilan zich aloqa munosabatda bo'lyapti. Mushundaq bog'lanib turgan ahvol ostida Shangang jamiyatining Jungu jamiyati bilan o'xshashligi yo'q. Hech qanday o'xshashlik tarafi yo'q. Bir-biriga tubdan o'xshamaydigan ikki xil jamiyatdir deydi.
Şunu Şangang'ın cemiyet, mürekkep cemiyet oldu. Şangang Cungu qaytırıp birligi 19 yıl oldu. Təsəvvür qılıb olmaydığı vəqələr yüz bədi. Muşu jarayonda təsəvvür qılıb yetilməydiği vəqələr yüz bədi. Bolub islahat bilen erkinlik meselesi Şangang bilen Cungu'nun münasebetini intayin sezgör ve tenqis bir halatga keltirib qo'ydi. Tongluvan kitapxonasi vaqasiga kelsak, Cungu'nun ichki qismida ko'ch ishlatuvchi bölümlerinin açığını keltirib qo'yib, albatta bölüm Şangang'ın negizlik qonuni xiloflik qildi deb gumon qo'zg'adi. Ve bir devlet işgal tüzümü siyasi qattiq signal verildi. Şangang'ı siyasilaştırış allaqachon şekillendi. Tongluvan kitapxonasi vaqasini qo'shganda Şangang xalqining saviyasi ve sabri taqtining taktiga yetganlik bo'ldi yoki taktiga chiqilganlik bo'lib hisoblanadi. Şangang navbatda qiyinchilikqa moslashib, eg'izi kelgan gapni qo'saqqa yutib etib, bir xil kayfiyat ichida harakat qilyotdi. Bu qadam namoyishdimi? Bu ishlar ifodalandi. Namoyish qatnashgan 19 yoshli hech kim bundaq ko'rsatdi. Tongluvan kitapxonasi vaqasi ko'rsatdiki, Cungu Şangang'da bir devlet iki xil tüzüm, ma'muriyatni, birlik ve şeklini yep ketdi, yo'q debetdi. Şangang'da umumiy saylam elip berilmaydi iken, Şangang'ni qutqazg'ili bo'lmaydi. Şangang'da umumiy saylam elip berilmaydi iken, Şangang'ni qutqazg'ili bo'lmaydi. Umumiy saylam huquqi Şangang'lıkning bu tüpkü huquqidir, ya'ni nodivizmlik ideyasini gavlandiradigan huquqdir. Kitapta Şangang'ın kitapxona vaqasi Şangang'ın yurigiga dashlaganlikdir. Yani kişilik huquq deyli, boshqa huquqmi deyli. Tongluvan kitapxonasi vaqasi Şangang'lıkning yurigiga, maydisiga dashlaganlikdir. Agar bununla Şangang vaqtida sada qaytolmaydigan bo'lsa, Şangang'lıkning erkinligi, madaniyati, ma'rifati ve har xil ko'z qarashlarining hammasi tugashgan bo'ladi. Şangang o'ziga mansub narsa bilan mashg'ul bo'lishga qodirdir ve qobiliyatli bir shahardir. Men Şangang'ning bölgünçilik hareketlerini qo'llayman deydi 19 yoshli student o'quvchi, namoyish qatnashgan o'quvchi. Şangang iqtisod, madaniyat ve siyasi jihatda o'zining ishini o'zi qilish kerak. Bu Cungulik hargiz o'xshamaydi deydi. Shuni Şangang'da hozir ko'tarilayotgan bölgünçilik faoliyatini men boshdan oxir qo'llayman deydi. Yuqorqi 19 yoshli o'quvchi. Endi Tongluvan kitapxonasi vaqasi deganda bu yerda 5 nafar kishi o'tgan yil 10-oyda qo'lga ilingan vaqtda maxfiy qo'lga ilingan. Bularning hammasini Beijing tarafga elib ketib, shu yerda turmaga qamagan. Hozir bularning bir qismi kayni qo'yib berildi. Hozir bir Şangang qaytib kelib, bu qatimqi 7-oyning 1-kun namoyishni shu Li Rongji degan kishi tashkilladi. Muşu vaqani ko'rsatdi. Kitapxona vaqasi Şangang'ning o'zining ma'muriyati turib, negizda qonuni turib, ya'ni yerim shakllik asosi qonuni turib, Şangang'da 100 basi delo sodir bo'lsa buni tutib, Beijing elib ketadiganlik amaliyotda Şangang bir davlat iki xil tuzum degan bu tuzumni Beijing hukumati o'zi dafsanda qilgan bo'ldi.